maktablarda ham ishladim. Yoki xususiy universitetlarda ham ishladim. O'sha kabinet mudirligidan tortib o'qituvchilik, kafedra yoki bir universitetni rahbari sifatida ham ishladim. Bu 2021-2024 yillarda shunaqa rahbarlik lavozimida ishladim. Shuning uchun endi bu sohaga o'tishimning sababi, ya'ni xususiy maktablar sohasiga men boya aytib o'tganimdek ko'plab xorijiy mamlakatlarni aylanib ko'rib, ta'limni eng muhim nuqtalaridan biri bu maktab. Avval maktabni to'g'ri olsak, to'g'ri, bog'cha ham muhim. Bog'cha ham muhim. Shu boisdan biz xususiy mana 3 ta bog'cha ochganmiz. Lekin bolalarga bugungi kun taraqqiyotni asosini o'rgata oladigan joyimiz bu maktab bo'lganligi uchun biz asosiy e'tiborimizni maktabga beryapmiz.